Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Biz mana Qo'qon Stenka kiyim bozorida mana yosh qizchalarga, yosh bolalarga mana detskiy kiyimlar haqida obzor qilamiz, narxlar haqida. Mana boshladik. Pulimiz qancha? Tepa pasakani? 170 ming so'm. Faqat pachka, troyka ekan mana. Dona ham sotaman. Donaga ham bor ekan. Hozir telefon nomerini olib beraman, agar bersa. Mana ko'ringlarchi. Bular ham bir xilmi? Shunaqa, yo'lida Ha, qilib. 170 ming so'm. Kanaldan kelyapman deysiz, yo'lida qilib. Ha, mana. Xo'p, bularchi bular? Shimlarimiz 35 mingdan. 35 ming so'mdan mana. Yoshlarini aytmabsiz buni? Yoshi. Birinchi sinf, 5-sinfgacha. Birinchi sinf, 5-sinfgacha mana tushaveradi. Bularchi? Bular ham shunaqa? Yo, bular Bular yo'q, bu 1 yosh, 2 yoshdan boshlanadi. 1 yosh, 2 yoshdan boshlanadi. Ha, yozgi rag'ini olaveramiz. O'nularchi mana. Jinsi Ha. jinsi troykalarimiz 130 gacha razmeri bor, bu kichkina razmeri, uni nima qilib beramiz? 85 mingdan beramiz. 85 ming so'm. Gachasi kattaroq razmer bo'ladi, uni 90 ming qilib beramiz. Ha, Razmerga qarab. ha. Bularimiz yo'q, birinchi qator. Birinchi reysda uni 125 beryapti. 125 ming so'm. beramiz. Troyka Bular hammasi. 75 ming so'mdan. Ha. Ichida yangi uzun futbolkalari bo'ladi, oq. Chiroyli turadi. Bahorgida endi bahorga yangi model. Mana jelatkalar bor ko'rsatdik. Bular qancha? Ularda pachkaga 70 ming beryapmiz, donaga 75 ming, 5 ming halol. Ha. Eshitilaring o'zlaring. Faqat pachka mana. Pachkaga olaverasiz. Optim joylik uchun faqat pachka sotiladi. Bularni ham narxi o'shami? Yo'q, bulardiki har xil. Bulardiki 105 mingdan pachkaga, donaga 115 ming. Aka pay kelishsa buni 75 ming. Hozir esa moda bo'ldi mana shu ayiqchalar 75 mingdan beryapmiz pachkaga. 75 ming so'mdan. Kichkina razmeri 3 yoshdan 7 yoshgacha tushadi. Razmerlari bor. Kelib bemalol xarid qilishlaring mumkin mana o'zlaringlar. Yoki bizga aytasizlar, biz chatdan olib sizlarga chiqarib yuboramiz o'zini narxida. Aytilgan narxlarda mana. O'zimiz telefon nomer bermaysiz. O'zimizni telefon nomeriga telefon qilaverasizlar, mana shu yerdan ko'rib zakazni o'zimizga aytaverasizlar. Xuddi mana shu yerdan olib chiqarib yuboramiz. Video yoqqan bo'lsa like bosib obuna bo'lib ketinglar.